Hammaga salom. Siz bilan birga sun'iy intellekt yordamida sizni biznesingiz yoki shaxsiy brendingiz uchun fotosuratlar generatsiya qilishni o'rganamiz. Bu kursda biz kafe va restoran biznesi uchun, kosmetika mahsulotlari uchun, texnika va gadjetlari uchun, kiyim-kechak va moda biznesi uchun, shuningdek shaxsiy brend uchun eng samarali va tezkor usullarini ko'rsatamiz. Har bir darsda siz amaliy misollar va tajribalarni ko'rasiz va har bitta darsning oxirida sizga uyga vazifa beriladi. Keling, birinchi qadamni tashlaymiz va Hixfield platformasi bilan tanishib chiqamiz. Hixfield o'zi nima? Bu onlayn platforma, uning ichida har xil modellari bor, har xil sun'iy intellekt modellari bor va ular yordamida siz xohlagan vizual kontentingizni yaratishingiz mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz bu Hixfield platformasiga kirish. Qidiramiz, Hixfield yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, Hixfield AI. Kirganimizdan so'ng bizani mana shunaqa stranitsa kutib turibdi va birinchi qiladigan ishimiz bu registratsiyadan o'tish. Sign up tugmasini bosamiz. Bu yerda yoki continue with email yoki continue with Google deb o'tamiz. Men continue Google qilaman va o'tib ketamiz. Sal o'tib sizga shunaqa so'rovnoma keladi. Biz personal yuz tanlaymiz, baribir o'zimizga kerak. Ozgincha so'rovnomasi bor ekan, so'rovnomasini o'tamiz. Xo'p. Instagram uchun registratsiyadan o'tdik. Bu yerda bizda reklamalar chiqyapti. Registratsiya o'tganimizdan keyin bizani shunaqa interfeys kutib oladi. Trendda bo'layotgan har bitta sun'iy intellektda yoki yangiliklarni bu yerda qo'yishadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda odam o'zini yuzini qo'ygan va sun'iy intellekt yordamida o'zini yuzlarini o'zgartiradi va gaplarini, mimikalarini to'g'rilab video generatsiya qilsa bo'ladi. Keyingi o'tadigan narsamiz bu image bo'limi. Image bo'limini ko'rsanglar, bu yerda prosta rasm generatsiya degan joylar bor va modellar bor. O'ng tarafda modellar yozilgan bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, har xil modellari bor sun'iy intellektda. O'zini Hixfieldning ikkita modeli bor, Hixfield Soul va Hixfield Popcorn va undan tashqari boshqa kompaniyalarga tegishli boshqa sun'iy intellektlar ham bor. Mana Nana Banana, например, bu Google ga tegishli model va mana GPT niki bor, OpenAI ga tegishli Kling, har xil yana boshqa modellarim bor. Keyingisi esa bu video bo'limi. Video bo'limida ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda modellar, har xil modellar bor. Google Veo 3 bor, Soraniki, bu ham OpenAI ga eng zo'r modeli. Hixfield o'zining modeli bor. Bu yerda mana Veo 3 Google ga ham bor. Eng kuchlilaridan biri bu mana shu uchalasi bo'lyapti. Sora 2, Google Veo 3.1 va Kling. Mana shu uchalasi bizga kerak bo'ladi kursimiz davomida. Bundan tashqari saytimizda siz videolarni o'zgartirishingiz ham bo'ladi. Edit video degan joyi bor. Bu yerda xohlagan videongizni tashlaysiz. 3 sekunddan 30 sekundgacha va nimani o'zgartirish kerakligini bu yerda o'zingiz yozasiz, mana bu yerga promptini yozasiz, to'g'rilaysiz, mana bu yerda modelini tanlaysiz, video orientatsiyasini aytasiz, mana bu yerda videomi, rasmmi va keyin kачествосini to'g'rilaysiz. Masalan, 720 kачестводagi videolar yoki 1080. O'zingizga kerak bo'lgan har bitta sozlamalarni to'g'rilab video qilishni o'rganamiz yana. Xo'p, keyingi bo'lim bu edit tugmasi. Bu edit ichida videongizni tashlaysiz. Videongizda masalan ko'rib turganingizdek, bu yerda rasmda kitoblar turibdi. Kitobni shirinlik o'zgartirish kerak. Bemalol qilsa bo'ladi editda. Xo'p, keyingisi bu character. Characterda nima qilsa bo'ladi? Siz o'zingiz rasmingiz yoki любой bitta model rasmini 20 ta 30 ta rasm yig'asiz. Yuzi yaxshi ko'rinsa bo'ldi. Bu yoqqa tashlaganingizdan so'ng sizga sun'iy intellekt personaji beriladi. Shu sun'iy personaj yordamida siz xohlagan rasmingizni generatsiya qila olasiz. Xo'p, keyingisi bu Cinema Studio. Bu ko'pincha professionallarga kerak bo'ladi. Bu yerda nima zo'r fishkasi bor? Bu yerda kamerani o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana kamerani ko'rsangiz, IMAX film, Ariflex, bu yerda Sony, shunday hammasi bor. Va bu yerda professionallarga kerak bo'ladigan bu yerda obyektivlari bo'ladi. Obyektivlarni to'g'irlab, mana bu yerda obyektivlarning fokusini to'g'irlab, professional videolar qilsa ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu kerak bo'ladigan narsa bu bizga podpiskalarimiz.
Podpiskalarimiz 4 taga bo'lingan. Bazaviy plan bor, Pro plan, Ultimate и Creator aka. Bazaviy plani $9 oyiga 150 ta kredit beriladi. Kredit o'zi nima? Bu pulga o'xshagan narsa. Bu yerda ham o'zini Hixfield ichida o'zini puli bor. Mana shu kredit deyiladi. Masalan, bitta rasm generatsiya qilishimiz, aytaylik, bananada bitta rasm chiqarishimiz 2 ta kredit ketar ekan. 2 ta kredit bizda mana 10 ta kreditimiz bor. Bu degani 10 ta kreditimiz bo'lsa, biz 5 ta dona rasm generatsiya qila olamiz hozircha. Xo'p, bizda agar bazaviy plan olgan bo'lsak, 150 ta kredit beradi. Shu 150 ta kreditgacha bo'lgan rasmlarni bemalol generatsiya qilsangiz bo'ladi va videodagi tekin modellarni ham bemalol videoda generatsiya qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi, generate 58 ta kredit turibdi. Bitta video chiqarish uchun VO3 modelida 58 ta kredit ketkazadi. Xo'p, keyingi planimiz bu Pro plan. Bu sal ko'proq bo'ladi va bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, 3 ta model sizga cheksiz ishlatishga beriladi. Bu yerda kreditlar ketmaydi hech qachon. Unlimited degani bu cheksiz bo'ladi degani. Va boshqa modellarni ishlatamoqchi bo'lsangiz, ulardan уже kreditlarni sekin-sekin yechish boshlaydi. Xo'p, undan keyingisi Ultimate plan. Ultimate planimiz mana oyligi $35. Atak o'zi $49 turar ekan. Bu yerda 1200 ta kredit beriladi. Bu bemalol sizga bir oyga yetadi. Agar sizda agentство yoki shaxsiy brendingiz bo'lsa, sizga eng to'g'ri keladigani mana shu deb o'ylayman. Pro bilan bazaviy plan kimga kerak bo'ladi? Bazaviy planni siz birinchi testga olib ko'rasiz. Birinchi o'rganib olasiz, qanaqa ishlashini, nima ishlashini, qanaqa qilib effektivni ishlashni o'rganib olasiz. Keyin undan keyin Proga o'zingiz uchun oyiga 10 ta, 15 ta video, chiroyli videolar qilib turaman desangiz, sizga Pro plani to'g'ri keladi. Xo'p, eng qimmat plan bu Creator plani. Bu yerda 6000 ta kredit beradi. Bemalol oyiga bitta katta agentство 4-5 ta yoki 6-7 ta даже proyektlarni bemalol yopsanglar bo'ladi. Hixfield ichidagi har bitta model sizga tekinga tushadi. Kreditlar yechilmaydi ko'plarida. Agar yechilsa ham 6000 tadan ham uncha sezilarli darajada ketmaydi. Sal pastroq tushsanglar ko'rsanglar bo'ladi, qaysi planda nimalarni ishlata olishingizni и примерно nechta video yoki nechta generatsiya ketishini ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, deylik, bazaviy plan $9 planda mana bu 3 ta modelni ishlata olasiz faqat. Hixfield o'ziniki. Nimaga sizga faqat mana shu ikkalasini beradi? Chunki agar siz sun'iy intellekt olamiga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, endi tushunayotgan bo'lsangiz va shu ikkita model orqali siz ko'p narsani tushuna olishingiz mumkin. Qanaqa qilib effektivni sun'iy intellekt yordamida fotolarni generatsiya qilish va videolarni generatsiya qilishni o'rganasiz. Xo'p, bizga $9 ga 50 ta videoga generatsiya berishyapti. Pro planida уже boshqa modellar ham ochilyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda Sora modeli, OpenAI ni eng kuchli video generatsiya modeli. Ko'rsanglar bo'ladi, mana 60 ta video oyiga $30 ga bemalol chiqarsangiz bo'ladi degani. Va har bitta planda mana shu ko'rsatilgan qancha to'lab, nechta video olishingiz mumkin, nechta video rasm generatsiya qilishingiz mumkin deb ko'rsatilgan. Shuningdek, kurs davomida bizga bir nechta yana instrument kerak bo'ladi. Birinchisi bu ChatGPT. ChatGPT yordamida biz prompt olamiz. Prompt o'zi nima? U so'rov, video yoki foto generatsiya qilayotganingizdagi so'rov bo'ladi. U har doim ingliz tilida bo'lishi kerak. Chunki ingliz tilida yozsangiz, bo'ldi detalliroq va точныйroq chiqarib beradi. Xo'p, sizga hozir ko'rsataman. Mana image kirganimizda, mana bu yerda yozadigan joyingiz bor-ku. Shu narsa prompt deyiladi. Uni ChatGPT dan yozib, bemalol prompt olsangiz bo'ladi. Masalan, prompt qiz bola yangi yilni kutib oldi. Prompt rasm uchun deb yozsangiz, ChatGPT sizga inglizcha prompt yozib beradi. Siz buni olasiz, prosta copyright qilib, o'sha kerak bo'lgan joyga qo'yib, ishlatib, generatsiya qilsangiz bo'ladi bemalol. Ikkinchi kerak bo'ladigan instrument bu Canva. Kurs davomida biz marketplacelar uchun, masalan, Uzum Market, Yandex Market, Wildberries marketplacelar uchun biz post kartochkalar yasaymiz. Post kartochkalar yasashimiz uchun bizga tekst ham kerak bo'ladi. Tekst qo'shish uchun bizga imенно Canva kerak bo'ladi. O'shaning uchun Canva biz ishlatamiz. Birinchi rasm generatsiya qilamiz. Rasm generatsiya qilganimizdan keyin u yoqqa tekstlarni qo'shib, informatsiyalarni qo'shib, mahsulot xarakteristikalarini yozib, post kartochkalar tayyorlaymiz. Uchinchi kerak bo'ladigan narsa esa bu CapCut. CapCutda biz videolarni
kadrlarini birga yig'ib, bitta montaj qilib, chiroyli videolar yasamaymiz. Bugungi darsimizda biz platforma bilan tanishib chiqdik, uni interfeyslarini ko'rib chiqdik va narxlari qanaqa ishlashini to'g'ri tushundik. Bu esa endi boshlanishi. Keyingi darslarda biz real misollar bilan ishlaymiz. Qanaqa qilib to'g'ri prompt yozish, qanaqa qilib sotuvga yo'naltirilgan vizual kontent yaratishni va natijani eng maksimal darajaga olib chiqishni o'rganamiz. Agar siz video generatsiya orqali biznesingizni yangi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, keyingi videoda ko'rishguncha.